شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, bugun shu Sura Baqaraninki 62-ci oyatiga keldik. Ya'ni ilgirki birinchi oyatdan tortib ta hozirga qadar mazmunlarga bir nazar tashlasak, suraning 5-ida Alloh subhanahu va taolo Qur'on haqida gap boshlab, Qur'onning mu'minlarga nisbatan to'g'ri yo'lda menishiga yordamchi bo'lib, yetakchi bo'ladiganligini tilga olib, mu'minlarning 5 turli sifatlarini tilga oldi. Undan keyin kofirlarning sifatlarini, ahvollarini tilga oldi. Undan keyin munofiqlarning sifatlarini keng ko'lamda 13 oyat yaqin tilga oldi. Undan keyin masala ahli kitobga keldi. Ahli kitobga kelishdan ilgari Alloh subhanahu va taolo insonning dunyoda yaratilish asosiy maqsadi haqida to'xtaldi. Odam alayhissalomni yaratilganligini malaikalarga aytgan dialog shaklida insonning vazifasi, insonga berilgan shu vazifaga loyiq iqtidorlar insondagi va insonning shu vazifaga loyiq shakldagi sharifi, malaikalarning sajda qilishlari, bu anda insonni jannatda bir tajriba mezgili sifatida o'rinlashtirilish, insonning dushmani bo'lgan shaytonni insonga tonishtirish va bu tajriba mezgilidagi shaytonning insonga qilgan suiqasdlari, insonning ezishlari, Allohning bu ezishga qarata tövbe ishkini echib berishi, insonning tövbega erishib, mag'firatga erishishi qatorliq insonning dunyodagi umumiy hayotning kichik bir kartinasini bizga so'zlab berdi. Mushuni bilan biz amaliyotda hayoti dunyoning xarakterini, yashayotgan dunyoning xarakterini tushunishimizga yetadi. Alloh subhanahu va taolo shunaqdimi yana bizga o'rnak shaklda şu davrlardan ma'lum bir davrdagi kishilarningki bu manhajga, bu din yo'li tutgan pozitsiyasi, ko'rsatgan inkosi, bildirgan ifodasidan bir misollarni ilib bizga tushunib berdi. Ya'ni ahli kitob, Yahudi Musa alayhissalomningki qavmini misol qildi. Bularning Allohning manhajiga qarata ko'rsatgan ifodasini bizga ko'rsatdi. Bu haliqi bir xushal-xuram tinch yashayotgan bir millatga kelgan pokkidek bir gap emas. Biz bularning tinchligini buzdi yoki u bu degidek. Bular bir necha yuz yil Fir'avnning zulmi ostida yashab, bu zulmdan qutuladigan bu kun kelamo deb dod, noli, faryod o'qiyotgan. Eng chekiga yetgan bir davrda avval bularni zolimning zulmidan qutqizib o'tib, bu zalimning zulmidan qutqizish jarayonida nurg'un mo'jizalarni bularga ko'rsatib, masalan dengizning yerilishi, bularning o'tishi, undan keyinki bizning dushmanlarining mana tasavvurida menda yengilmas dushmanlar hamdi u. Banu Isroilning nazarida u dushmanlar Fir'avn shu vaqtdagi dunyoning umumiy saviyasi qaragandimi, hozirgi dunyodagi cho'ng qudratli davlatlarga o'xshash mana yengilmas kuch shu vaqtda. Yengilmas kuchning ko'z oldida dengizda g'arq bo'lgan ko'rinishlaridan tortib hammani ko'rib, bularga osmondan uzluksiz tushayotgan tayya nozu ne'matlarni ko'rib turib, bularning payg'ambar olib kelgan bu din yo'liga ko'rsatgan bu xil passiv
inkasi, pasif pozitsiyasiga qarata Allah subhanahu wa ta'ala bularga ig'ir azab, xorliq putilganligini tilg'ab bizga bir eskartish berdi. Ya'ni shu mazmun davom qilyotdi. Ya'ni bu arliqda bizga o'qiydigan 62-darsda mushu biz bir davr bizga misol qilib so'zlanib o'tildi-ku, shuningga o'xshagan umum bir xulos shaklda bir mazmunni bizga beryotdi. Ya'ni biz navbati tutib ketayotgan manhaj Muhammadiy, ya'ni payg'ambar alayhisalom, Muhammad alayhisalom Alloh tarafidan ekelgan yarashariga qiyomatga qadar eng oxirgi din sifatida unumlik vaqti o'tmaydigan bu yo'lning ilgirki Odam alayhisalomdan tortib ta payg'ambar alayhisalomning davriga kelganga qadar butun payg'ambarlarning risolatlarining yo'llariningki bir yig'indisi, bir javhari ekanligini, bu risolat, bu payg'ambarlik kelish bilan ilgir o'tmishda kelgan butun yo'llar, butun risolatlar, butun payg'ambarlik vazifalarining hammasining tozalanganligi, supurilganligi, mushuning vakil xarakterlik bir yo'l ekanligini Alloh bugungi oyatda bizga bayon qilib bermoqchi qarindoshlar. Davatudu astaizu billah innallazina amanu wallazina hadu wan-nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Davatu. Yani Adem aleyhisselam zamanga tushirilgan vaqtida intayin sap to'g'ri bo'lgan manhaj yo'l bilan tushirilgan. Bu nuqtadan Adem aleyhisselam o'zining avlodlariga, o'zi yashagan shu davrda maydonga kelgan avlodlariga yetkazgan din bularga nisbatan to'g'ri din hisoblanadi. Bular mu'minlar hisoblanadi. Oyatdagi innallazina amanu degani iman etqanlar degani Adem aleyhisselamning davridagi mu'minlarni ko'rsatdi. Chunki eng sap iman shutdi. Undan keyin har xil nomlar bilan va boshqa samoviy dinlar va dindan dinga ko'chadigan, din izlaydiganlar paydo bo'ldi. Bularni keyindan tilg'aldiki vallazina hadu. Avval innallazina amanu, ya'ni iman etqanlar, shu sap iman egalari Adem aleyhisselamning davridagi masalan. Undan keyin vallazina hadu yahudiylar demakchi. Ve nasara Hristiyanlar, nasaralar ve sabiina dindan dinga ko'chganlarni, haq dinni izlab o'zining but ibodat qilayotgan ahvoliga qarab turib, "Ayaq bu din haq din emas, bu o'zimiz yasagan bu butga o'zimiz ibodat qilmizmi?" degandek bir xil o'y bilan o dinni tashlab boshqa dinga ko'chganlar va bularga rivoyatlar xil bir ko'z qarashlar va kim bo'lsin Adem alayhisalomning vaqtidan tortib allazina amanu deb sifatlangan kishilar olsun. Musa aleyhisselam'a ergashgan vallazina hadu deb ism qo'yilgan kishilar olsun. İsa aleyhisselam'a ergashgan va nasara olsun. Yoki har davrdagi to'g'ri dinni izlab, to'g'ri o'zining botin dinlaridan ko'chgan odamlar olsun. Kim bo'lsin? Payg'ambar alayhissalom kelgandan keyin man amana billahi wal yawmil akhir va amila salihan. Allohga oxirat kuniga iymon aytib, yaxshi amal qilganlari, mushlarning ichida, ya'ni payg'ambar alayhissalomga iymon aytib, mush yo'lni tutganlari falahum ajruhum 'inda rabbihim va la khawfun 'alayhim va la hum yahzanun. Ularga Robbining qishida buyuk ajrlar va ularning ajri Allohning qishida, bularga hech qo'rqinch bo'lmaydi, bularda g'amkinlik, bearomi bo'lmaydi. Kelgusidan ansirash yo'q, o'tib ketganga bearom bo'lish bo'lmaydi. Demak, to'g'ri yo'l mana shu. Bu yo'l butun yo'llarning javhari degan shaklda bizga davrlar ichidagi bir davrdagi kishilarni so'zlab beryapti ilgirki oyatlarda. Bu yerda bir xulosalab o'tib, Yahudlarni ham so'zlasak, masala Yahudlarga ham o'xshaydi deb o'ylab qolmanglar. Odam alayhisalomdan tortib payg'ambar alayhisalomgacha, Muhammad alayhisalomgacha o'tgan ummatlarning hammasi oxirgi kelib payg'ambar alayhisalomga iymon etmasa, mushu risolatga jug'lanmasa hammasi hisob emas degan shaklda bir bayonot xarakterli oyat, hozirgi oyat. Abdur buni izohlab deyotdi. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroil haqida so'zlagandan keyin, bularning Allohning ne'matlariga qanday inkor qilganligini tilga olgandan keyin bizga Rasulullohning ummatlaridan ilgirki o'tgan ummatlarning hisobining qiyomat kunida qanday bo'lganligini o'tirib qo'yatdi Alloh.
Ayet sur Maide'den kelgan. Hazır biz o'qiyotgan ayet Qur'onda 3 yerda o'xshamagan shaklda, ammo mushu mazmunda tilg'anliqlar. Lekin ilgari kellik azroq bir farq bor. Masalan, sur Maidada kelganda innallazina amanu vallazina hadu was-sabiuna wan-nasara deb hozirgi oyatimizda sabiin keynida nasara oldida, sur Maidada sabiun oldida, nasara keynida mushunchlik farq bor. Yani sura Maidada sabiun nasaraga oldiga o'tdi. Grammatikalik o'rin jihatda farqlandi. Sur Baqarada sabiin deb Arab tili o'qiganlar biladi. Tushunilish holatdagilik, sur Maidada sabiun deb boshqalish holatdagilik. Ama sura Hajda yana keliglik mush oyatning shu xil shakli. Innallazina amanu vallazina hadu was-sabiina wan-nasara wal-majus wallazina ashraku deb sura Hajdagida Mecus qıtlıqlıq vellezine eşreku deb müşrikler qıtlıqlıq. Yani bularning hammasi yani en ahirki hesapta innallaha yafsilu beynehum yevmel kıyame innallaha ala kulli şeyin şehid deb kıyamet günüsü bularning o'rtadagi masalalarning Allah tarafından ayrıldıqanlıqı tilg'anadi sura Hajda. Endi 3 oyat o'xshash ko'rinadi mazmun jihatda. Uchinchisi Peygamber Aleyhisselam'dan ilgirki o'tgan ummatlarning masalasini tilga ilib kelib, oxirida bularga yakun chiqaradi uchula oyat. Lekin o'tirda o'xshamasliklar xili ko'p. O'xshamasliklar bor. Endi 3 oyatdagi bunday takrorning sababi nima? Sabiin degan so'zning bir qitim oldida kelishi, yana bir qitim keyinda kelishining sababi nima? Oldida kelgan vaqtida bu boshqalish holatdagilik, yarob o'zgaraglik. Qolgan 2 oyatda sur Baqara va Maidada sabiin deb qan tushunilish holatdagilik hamdi. Va sabiin mayl oldida kelgan kelsin, boshqa oyatda tushunilish holatdagilik. Ammo sura Hajdagi oyatda majusulan vallazina ashraku, majuslar bilan sura Hajdagi oyatda mushriklarning gapi ortiq. Ortiq endi qo'shilag'liq. Va oxirdagi jumlaning oxiridagi xabar qismi farq qilinag'liq. Ya'ni innalloha yafsilu baynahum yawmal qiyamada bu oyat keliglik hamdi. Yani umuman aytgan vaqtida 3 oyat cho'ng jihatda o'xshash, ba'zi farqlar bor 3 oyatda. Allah subhanahu va taala oyatning mazmuniga kelsak, Odam alayhisolamni yaratib, zaminni obod qilish uchun tushirgan vaqtda Odam alayhisolam bilan billa hidoyatni cho'g'izlik. Ya'ni bu yo'lni, din yo'lini, iymon yo'lini shu vaqtda cho'g'izlik. Dedi-ku biz o'qib o'tdik-ku, o'qimadik-a? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu va la yashqa. Oyatni bir qitim biz ilgari darsimizda o'qib o'tgan yani. Oyatni o'zi kelmagan bo'lsa-mu. Sizlar tushunasizmi? Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Mendan sizlarga bir hidoyat keladi. Ya'ni yetakchi keladi, yetaklama keladi. Faman tabi'a hudaya. Mening shu yetakchiligimga, yetakchi qilib avatgan kitoblarimga, payg'ambarlarimga ergashganlar fala yadillu va la yashqa. Dunyo oxiratda ezib xarob qolmaydi, jafo tatib qolmaydi deb aniq belgiladi. Ya'ni aniqki, bu yerda bir narsani tushunib olaymiz. Aniq keskinki Odam alayhisalom bu yo'lni, bu iymon yo'lini, bu manhajni ballarga yetkizdi. Bu aniq, bunisi aniq. Am ballarga yetkizdi. Unda o'g'anda shu yerda bir avlod mu'min kishilar bor. Odam alayhisalomdan keyin bir necha avlod mu'min kishilar bor. Kishilarni hayot mashg'ul qilib qo'ydi. Hayot buningga sabab har xil bir xil holatlarda yashaydi insonlar. Kishilarga g'aflat kelib qoladi, ancha-muncha g'aflat. Bularga dunyoning tamosi, dunyoning ochko'zligi qilishga kiradi bularga yetadi. Bular o'zining havaslariga ergishdi. Undan keyin cho'qqum berdi Allohning rahmati, o'zining xalqiga qilgan Allohning rahmati. Payg'ambarlarning kelib bularga aslatish, ogohlantirish, xo'sh bishorat bo'lish kerak. Bu Allohning rahmatining tarafi. Aniqki Odam alayhisolamning baldiri undan keyingi avlod yo'ldan chiqmaydi tabiiy. Chunki zaman yaqin. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib, insonda bir xil g'aflat bo'ladi. O'zimiz insonki, yashab baqdiqki biz. Shuncha ishlarga o'ylaymiz, kunlarning o'tishiga ergishib bizda unutish, bir xil zirkish yoki bir xil ko'ngilning u yoq bu yoqqa tortishlar bo'ladi tabiiy. Unda o'g'anda vaqt uzoqgan sari tabiiy kishilarning yo'ldan chiqishi aniq. Allohning rahmati bularga har doim kitoblarni, payg'ambarlarni avatib turadi, aslatib turadi. Endi bugungi oyat karima, biz o'qiyotgan oyat karima davotida innallazina amanu iymon etganlar degani nima desa, Odam alayhissalom bilan
zamanğa düşken iman tabiiydi de iman etqanlar. Yani Adem aleyhisselamdan keyinki iman etqanlar demekçi de. Çünkü o sap iman o. Hiç qandaq arlaşım yok iman. Ondan keyinki her xil namdaki aqida, her xil namdaki dinlar, meyle samavi din olsun yoki boshqa dinlar olsun, ondan keyin paydo bo'lgan bo'lg'achqa, anandan keyin boshqa dinlarning ismi keldi. Kishilar bu dinlarga kafir oldu. Zemindan yo'qotildi. Nurg'un insonlar zemindan tüptüz yo'qotildi mesela. Nuh alayhissalomning qavmi butunlay yo'qotildi. Lut alayhissalomning qavmi tosh yog'dirilib yo'qotildi mesela. Fir'avnning qavmi yo'qotildi butunlay dengizda mesela yo'qotildi. Yeni bir dinlar keldi. Bularning ergashishchiligi hozirga qadar bor. Yahudiyat, Nasroniyat, Sabi'a deganga o'xshash, Sabi'iyaga o'xshash. Yahudlarning, Xristianlarning, Sabiyalarning hozir mayli ham bor. Az ko'plik ma'lum farqli bilan. Allah subhanahu wa ta'ala endi bizga nima demoqchi desa, Payg'ambar alayhisolamning risolatida, Rasululloh aytgan bu dinda ilgari o'tgan dinlarning hammani mujassamlamoqchi Allohning maqsadi bu yerda. Bizga shuni demoqchi, ya'ni bu din butun dinning javhari. Ilgari o'tgan butun dindagi mazmunlar, butun dinning o'ziga olgan ta'limot, haqiqatlari bu dinda bor demoqchi. Rasululloh zemin yüzündeki imani vaziyetini pakizlash uchun kelgan, tozalash uchun kelgan. Biz bilamiz ki Rasulullah'ın ilgili turli payg'ambarlar rayon, vaqt o'xshamaslik bilan bir vaqtda bir necha payg'ambar keladi. A yurtning bir payg'ambari, ma yurtning bir payg'ambari, masalan, vaqtli keladi, zaman cheklamasi, o'rin cheklamasi va keladi. Va udillarning ba'zisi davom qiladi, ba'zi to'xtab qoladi, ba'zining izi qoladi, ba'zining ta'siri qoladi. Shuni bilan bir aralashma holat. Adin, madin, a payg'ambar, ma payg'ambar mana bo'lib ketgandan keyin Rasululloh hammani tozalablan supurib yo'qitib birlamdan qiyomatga qadar davom qiladi degan shu bilan o'tirg'i chiqish uchun Alloh avatgan payg'ambar alayhisalom. Ya'ni oyatdagi dastlab allazina amanu deb kelganlar bu shu dastlab iymon etgan kishilar shu, mayli Odam alayhisalom bilan iymon etgan bo'lsin yoki boshqa payg'ambarlar iymon etgan bo'lsin. Ondan keyin kelganlar yuz bergan kasallarni tozalash uchun kelganlar. Ondan keyin bu Yahudlar deb ataldi, birisi Nasara deb atalgan kishilar, Sabiya deb atalgan kishilar mushlar tilg'anadi oyatda. Innallazina amanu degani iymon etganlarni ko'rsatdi. Dastlabki Odam alayhisalom bilan bo'lsin, undan keyingi payg'ambarlar bilan bo'lsin. Undan keyin kelgan payg'ambarlar bo'ladi. Masalan, Musa alayhisalomning qavmi hozir degandek Yahudi deb atalgan, Isa alayhisalomning qavmi Xristian deb atalgan masalan. Endi Allohning mushu oyati demoqchi bo'lgani nima desa, shularga shuni yetkazmoqchiki, yuqorqining hammasi tugidi. Bu qolmadi hozir. Kimki Muhammad alayhisalomga iymon aytib mushu dinga kirsa, Alloh shuni demoqchiki, uning qo'rqinichi bo'lmaydi. Ya'ni kelgusidan ansiramasan bo'ladi. Uning o'tmishga pushaymon bo'lmaydi-ki, o'tib ketganning hammasi uning foydasiga manfaatiga bo'ladi. Bu yerda davatqini xuddi payg'ambar alayhisalomning olib kelgan bu risolati ilgirgi dinlarning hammani tozalash uchun kelgandek bilan bir xil ifoda bu oyatdagi. Ya'ni dunyodagi har inson payg'ambar alayhisalomga iymon etishga majbur. Ya'ni shu talab qilindi har insondan. Payg'ambar alayhisalom chunki o'zining butun kishilarning hammani o'zining risolatiga iymon etishga chaqirdi. Agar faraz qilsak, mana faraz qilsak, Adem alayhisalomning davridan bir odam qolib qolgan bo'lsa, bugunga qadar, ya Idris alayhisalomning, ya Nuh alayhisalomning, ya Ibrohim, ya Hud, ya Musa, ya Isa alayhisalomlarning davridan bir odam bugunga qadar yashab qolib qoldi deb faraz qilsak, masalan, mayli o Yahudlarga nisbat berilgan Yahudi olsun, Hristiyan bo'lsin, Sabiya olsun. Yine şu adam bugunga qadar yashab qolsa, shu odamlarning hammasi payg'ambar alayhisalomni tasdiqlash, iymon aytish, islom dinini tasdiqlash bulardan talab qilinadi. Yani İslam zemin yüzüdeki ilgirki aqidalarning hammani supurib tashlaydi butunlay. Bularning hammani bir dinga markazlashgan holatda qiladi. İslamning xarakteri bu. Mushu şekilde iymon etgan odamlar ondan keyin nima bo'ladi? La xawfun alayhim va la hum yahzanun bo'ladi. Yani bularga qo'rqinch bo'lmaydi. Bearamlik bo'lmaydi. Buning aksi nima desa, iymon etmaganlar çokum kelgüsünün ensiriş gerek çünkü ularning qavatqini hisob emas. O'tmishidan ensirish gerek çünkü hisob bo'lmaydi u. Qilgan atganlarining hammasini so'rg'uva oladi demakchi. Bu degan yangi din e'loni ma u.
Yeni dinning ilani Allah ilan qilgan ilan bu. Bu dinda zimindeki bütün insanlar kıyametki kadar muşu dinning intizamiga kiradi. Muşu din bo'yicha ma'noda bu dinning ilani. Ammo o'zi ketayotgan shu yo'lda hem davom qilayotgan o odamlar yeni dinga iymon etmay. Allah bularning masalasini qiyomat kuni ayiradi. Chunki hisobni o'z ichiga olgan, hisob masalasini tilga olgan, qiyomat kuni ayirishni tilga olgan oyatlarda shu payg'ambar alayhisolamning diniga, bu dinga iymon etmagan hamma odam tilga olinadi. Qiyomat kuni ayrildi. Masalan, biz bugungi oyatdan boshqa sura Hajda dedik ya. İnnellezina amanu vellezina hadu ven nasara ves sabiina men amana billahi vel yevmil ahir ve amila salihan felahum ecruhumdan başqa yana sura Hacdagi oyat hemen sura Hacdagi oyatni o'qiyman deb ani o'qibdim. İnnellezina amanu vellezina hadu ves sabiina ven nasara vel majus vellezina ashraku deb bütün taifeler, bütün dinlarni hammasini tilga olib bularning o'tirdagi masala qancha ayriladi? İnnallaha yafsilu beynahum yawmal qiyamah. Demek hemmisi tilga ilindimi? Demek hemmisi meselesi çataq. Hemmisi hesap emas demekçi kıyamet günüsü. Hazırki bula biz özümüzün dinine ergeçlik davağını isitmez olan. Yani ulanın içinde mecus mu var mesela? Vellezine eşreku, müşrikler mi var? Allah subhanahu ve taala bu yerde bir gumanını kütemekçi, bir xil oy fikrini kütemekçi, yani İslam'dan ilgili bir dinine ergeçip İslam'dan keyin şu dinning ustida qolib qolganlardan bir gumonni ko'tarmoqchi. U odam o'ylab qolmasinki, bu din bunga manfaat berdi deb o'ylamasin. Ya'ni o'zining ergishayotgan dinni islom kelgandan keyin, ya shu dinimni turaversam qiyomat kuni o'tadi deb o'ylamasin. Biz unga deymizki, Alloh subhanahu va taolo ma masalani kesdi. Ayirib o'tdi masalani. Va men yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu. İslamdan boshqa narsani din deb izlagan odamlar buni qabul qilinmaydi. Inna dina indallohil islam. Ina bayon qilyapti. Demek belki ahirki iman karvanını dünyada bağ bo'lgan bütün risalat karvanlarını tazılaş, en ahirki tazılaş kesin bir taraf kılınıp bol tazılandı. Mesele aydınlaşıp oldu. Peygamber aleyhisselam'a Muhammed aleyhisselam'a iman etqanlar la yakhaf ve la yahzan yawmal qiyamah. Korkuşum olmaydı, bir aramlıkım olmaydı. Ama iman etmağanlar bunu küsün ki innallaha yafsilu beynehum yawmal qiyamah. Allah kıyamet günüsü bunun meselesini ayırıydı. Bu bulağa birilgen bir xil xuddi hozirgi nima deymiz ya, bir vaqt berdi-ku. Sening manchilik vaqting va yoki sening qiladiganing buni qilsang, buni qilsa, qilmasang qilmaysiz degandek bir xil bulağa birilgen bir xil bayonot endi bu. Masala bu. İma etqanlar la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Aytmaganlar, o'zining dinda qolib qolganlar innalloha yafsilu baynahum yawmal qiyamah. Demek imanla etkan kişiler, imanını Adem Aleyhisselam'ın devrinden tartıp, davamlaştırıp, miras hep kelgen adamlar. Şuna ama, bula bu. Ayetteki, iman etti diyenler şu. Yahudi vellezine hadu diyenler, Musa Aleyhisselam'ın ergeç kişileri. Yahudi, Hadu'dan çıkarılgan. Yahudi, Arapçada nim diyen gap o? Dese, bu Yahudilerin bu ismi, Arapçadaki inna hudna ilek biz sen tarafga to'g'ri yo'lni teyip keldik degan bu ismdan kelgan. Yani Yahudiya yani qaytquchilar, payg'ambar tarafiga qaytquchi yoki Alloh tarafiga qaytquchilar degan ma'noda. Nasara, Nasronining ko'pligi, Nasronilik degan gap asli bu Isa alayhisalom tug'ilgan Nasr shahriga nisbat berilib, Nasr shahrlik yoki Nasr shahriga degan bir uqum bilan kelgan maydonga kelgan ism. Yoki İsa alayhisalomning yordamchilari havoriylarning bir g'izgi bor ya, nahnu ansarulloh. Sura Al-Imronda falamma ahassa İsa minhumul kufra qal, İsa alayhisalom dediki, men ansari ilalloh. Kim menga yordam qiladi degan vaqtda havoriylar biz Allohning yordamchilari degan ansar degan bir so'z ishlatgan. Nasara shu ansar bilan ko'ki bir, ya'ni yildizi bir, mush so'zdan kelib chiqqan deb tushunsak bo'ladi. Endi as-sabiun degan oyatdagi oxirisidagi va sabiin degan sabiya arab tilida nima degan gap, hozir uqumi nima desa biz din ko'chgan deb ham tarjima qilib berdim-ku sizlarga boya. Asl lug'at ma'nosi zodi ko'chgan degan ma'noda. Bir dindan yana bir dinga ko'chganlar degan. Ulamolar bu haqda o'xshamagan ko'z qarashlarni o'tirib qo'ygan. Ba'zi ulamolar deydi bular Nuh alayhisalomning ergashuvchilari,
Nuh alayhissalomdan keyin bular o'zgartib dinni Allah'tan başqa vasıtalarga, masalan koinotdagi quyosh, oy, yulduz degandek bular sabiun deganlarmi bor? Yoki sabiunni o'zlari yashayotgan dindan yo'tkilib, masalan qarasa ata-onalarning hammasi but ibodat qilinadigan, bilak bir dinni ijod qilib, boshqa bir dinni izlab, o'zicha haqiqatni izlagan kishilar deb tushunsa bo'ladi. Yoki bular bir top aqlliq jamoat bo'lib, bizning qavmimiz ibodat qilayotgan bu din aqlni qanoat qildira olmaydi. Biz o'zimiz yasab, o'zimiz islohot o'ngishayotgan bu butliga qanday ibodat qilamiz deb arablarning butga ibodat qilishlaridan cheklangan odamlar sabiya degan ko'z qarashmi bor. Yani bular özlerining ata-onalarining dinidan ko'chgan, tashlagan, yangi dinga ishongan degan bo'ladi. Mayli nima maqsad olsun, ishqi bir dindan bir dinga ko'chganlar. Yani din almashtirganlar, to'g'rini xatosini qo'ysin, xatosini to'g'ri qo'ysin. Yahudi dini asli to'g'ri dindir, Xristian asli to'g'ri dindir. Bularning muomalasi o'xshash hammasining payg'ambarlarning dini kelgandan keyin. Yani payg'ambarlar bu dinni olib kelgandan keyin hammasining masalasi o'xshash demakchi Allah. Yani ayyan kanal murad bis sabiin. Belki ayetdeki sabiin degandan maqsad kim bo'lsin, yuqoridagi 3 toifaninki har holda bir dindan yani bir dinga maylab chiqib ketgan sabiin bo'ladi. Hammasining masalasi aynı masala. Rasulullahning bu shariati kelgandan keyin, Rasulullahning bu risolati kelgandan keyin bu shariat, bu risolatga iymon etsa tamam. Etmasa bularning ishi yeni bir tarafiga tamam. İman etib bu yolunu tanlasa la xavfun alayhim ve la hum yahzanun degan şekilde bularning ishi bitidi. Agar unda olmagan vaqtda tam aksida, yani bular kelgusida xavfliqdan qutlanmaydi bular. Qilmish etmishlarining hammasining hisobini beradi. Demak bularga xavfun bor, qo'rqinch bor va bearamlikmi bo'ladi bularga. Endi biz ibodatdan qilib azroq gaplarimiz bor. Oyatlarga qarasak, Arab til tadqiqotiga munosabatlik masalalar. Bugun o'qigan oyat 3 surada tilg'anliq dedik. Birisi biz bugun o'qigan sura Baqaraning 62-oyati shu. Sura Maidaning 69-oyatida bor. Sura Hajning 17-oyatida bor. 3 oyatda ba'zi farqlar bor. Sabiyon ba'zi oldida keyinda bu masala cho'ng masala emas. Azroqlar ma'ni farqi bor. Lekin grammatik jihatda 2 oyatda boshqalish holatdagilik, bir oyatda yani 2 oyatda tushunilish holatdagilik, bir oyatda boshqalish holatdagilik. Qolgan grammatiklik ahvoli o'xshash. Oyatning boshlanish nuqtasi o'xshash. Innallazina boshlanganlik. Innallazina amanu. Lekin oxirgi kelgan vaqtda birda boshqalish holatda, 2 oyatda tushunilish holatdagilik. Bu noktalarni olib turib bizga mulohaza qilib davatudi. Bu yerda grammatika, yani arab tili bilmaydiganlar ma nuqtalar nisbatan tushuniksiz bo'lib qoladi. Biz bu yerda shuni mulohaza qilamizki, Alloh subhanahu va taolo sabiin deganni sura Baqarada keyin tushunilish holatda keltirdi. Sura Maidada ilgari boshqalish holatda keltirdi. Biz deymizki bu grammatika qoidalarining tahtiga kiradigan gap. Sura Baqaradagi innallazina amanu degan nima bilan bilamiz? Inna degani odatda o'zining jumlaning igi qismini nasb qiladigan, xabar bo'lakini rafi qiladigan bir vosita arab tilida. Allazina amilamiz mabni deb bilamiz, ismi mavsul, inning ismisi bo'lib nimalik holatda, tushunilishlik holatda. Vallazina hadu o'xshashlar, allazina amanuga atfa bu o'xshash mansub bo'ladi. Arab tili o'qimaganlar uchun misl tabi. Nasara o'xshash inning ismi atfi, sabiin ham atfi masala chiqmoqlik bu yerda. Bu yerda masala yo'q. Anakimiz men amana billahi vel yevmil oxir degan kelsak, bu Sura Baqarada mayli i'rob, tartib jihatda hammasi to'g'ri kelganlik. Yani biz tushunmaydigan masala yo'q bu yerda. Sabiinning Sura Baqaradagi grammatik jihatda biz tushunmaydigan masala yo'q. Masala yana bir oyatdan tushunmaslik masalasi chiqdi bizning. Sabiin nasaradan kin kelganlik. Nimishqa bu ozgina bir tilga og'udek adamim yo'q hozirgi kunda. Xristianlar ko'p hamdi. Yani Xristianlarga o'xshash bu ko'p bir to'pni tamsil qilolmaydi bular. Ammo Sura Baqarada tavib qasmi Sura Maidaga kelgan vaqtida Sabion Nasaraning oldidagilik, boshqalishdigilik. Bu nima uchun bu? Biz biladigan grammatika qoidasida boshqalishdi kelmaydi u yerda. Yani raf'il holatda kelmaydi. Biz biladigan grammatika qoidada.
İnnellezine amenu vellezine hadu ahirista vessabiune deb kelganlik yana surma aydir. Vessabiune ve nasara deb kelganlik. Ellezine amenu inning ismisi vellezine hadu ma'tub sabiun mu asli o'lcham i'rob jihati sabiin bo'lish kerak. Undan keyin nasara atfili holatda kelganlik. Lekin sabiun degan so'zi Yahudi bilan Nasaraning o'tirdi keldi. Bunun i'robi zohirisi taqozo qilmaydigan shaklda boshqa shaklda keltirildi. Hammalar bilamiz, Allohning Qur'oni Karimni arab tilida tushirishni tanlashi arablarning shu vaqtida til jihatda favqulodda sezgurlik. Ya'ni arablarning til jihatda sezgur bir quluqi bor. O'z vaqtida Sabiin deb inning ismi qat bo'lib kelgan bu sabiinni raf'i bilan marfu shaklda sabiun deb kelganini anglasa, tabiiyki nima uchun sabab nima, nima maqsadi sabiun keldi deb belki bir diqqat nazarini tashlaydi arablar. Bu nuqta bor. Arablarning bu xil odatining bir misoli va anglab o'tayli. Abu Ja'far Mansur xalifa bo'lgan vaqtida munbarning ustida turib bir so'zni talaffuz qilishda xatolashidi. Bir arabiy va o'tag'an buning sal quliqini bir aram qilgan bu xatolik. Xatoga qildi degandakchi. Mansur ikkinchi qatam xatolashdi. Arabiy quliqini da bir xil yatsirgan shaklda bunda midrat qanaqa va bunda midratib bu qanaqa gap bu degandakchi. Üçüncü qatim xatolashgan vaqtda arabiy o'rnidan turib, arabiy degani o'sha sab arablar, o'sha bodida yashaydigan, sahrada yashaydigan, til jihatda buzilmagan, asl tilni saqlab qolgan arablar bo'ladi. Men shunday guvohlik aytamanki, sen bu ishga Xudoyimning qazo va qadri taqdiri bilan o'tirib qolsa, yani asli o'zingning salobati, saviyasi bu ishga mos kelmaydi ekan. Sen bir tilni tuzuk so'zganmisan sen. Demak, mushay bir xatolik yuz beribdi. Arabiy anglagan vaqtda quliqi midrab ketdi arabiy. Yani turammada ayda. Bir xalifani sen bu maqomga xato o'tirib qolsa dedi, bir xatolik tufaylidan. Yani arablarning ahvoli bu til jihatda. Qur'on tushgan vaqtga arablar til jihatda intayin sezgur, kichikgina xatolik bularni tarvitidi. Endi bir so'z pesh o'qilib keldi. Asli o so'z zo'r o'qilish kerakdi. Biz o'rgangan grammatikada zo'r o'qilish kerakdi, til grammatikasida. Bu ahvol bir Allah'ның bir yerda bir hikmeti var, bir illati var ekanligiga diqqat qiladigan bir omil bo'ladi. Anglagan odamning har qanday to'xtab turadi. Nima uchun pesh o'qildi bu yerda? Asli zo'r o'qilish kerakdi deb bir illat, hikmat izlaydi bu yerda. Bunday hikmat nima desa? Allazina amanu oyatining beshidagi buning masalasi tushunishlik. Ya'ni kim bu desa falonchi. Odam alayhisolamdan keyin imo etgan odamlar. Mu'minlar to'pi. Vallazina hadu bularning ishimi tushunishlik. Musa Aleyhisselam'dan ergaşgüçleri, Yahudiler yani, hazırma bak. Ve Nasara bularning meselesini tushunishlik, yani bularni bilimiz biz. Çoğumuzun tabi kichigimizgacha Yahudi kim, Hristiyan kim, bularni bilimiz. Ama sabitlar kelgan vaqtda bular bir dinga ergaşgüçi bo'lmagan bular. Iniq bir biz qaysi dinga ergashganligini o'qimoqlik hozirga qadar. Shu dindan ko'chganlar deb tushundik bayma. Balkim kallang oldi mujmal qolgan bo'ldi. Demak, bularning meselesi iniq emas. Lekin her halde bular öz davrga qarshi bir yo'lda manganlar. Bularning eng chong alohidaligi o'zining davrida to'g'ri deb qarmay, o'zining davridagi dinni boshqa bir yo'l tutganlar. Endi bu oyat bizning diqqatimizni shuningga chekmoqchiki, mahil tozalash, ya'ni Payg'ambar alayhisolamning risolati, Payg'ambar alayhisolam olib kelgan bu islom ilgirki dinlarning hammani yo'qotdi dedi ya, mushil tozalash sabiillarning hammini o'z ichiga oladi. Ya'ni sabiin deganda muayyan tushundimasligi. Bir odam qancha cho'ng da'volarni qilib, cho'ng nazariyalarni o'tirib qo'yib, qaysi dinga ko'chsin, qaysi bir yo'lni tutib mangan bo'lsin, bundan qat'iy nazar Payg'ambar alayhisalom kelishi bilan hammasi amaldan qoldi degan ifodalamoqchi ma'rumda. Masalan, Yahudi masalan islom emas. Hristiyan masalan islom emas. İbrahim alayhisalomning akagan va boshqa shariat ilgirki ma'lum shariatlar ham emas. Yusuf alayhisalomga berilgan shariatlar emas. Kim bo'lsin, qaysi bir dindan qaysi bir dinga ko'chsin, qaysi bir nazariya bilan qaysi bir dinni o'zga din qilib tanlagan bo'lsin, demakchiki bu yerda Payg'ambar alayhisalom keldimi, hammasi tugudi demakchi. Shuning uchun sabiunning mazmunini aniq muayyan bir to'pga qaratmoqlik
Yani palani top deb digil olmaydı hazır. Grammatiki jihatdan diqqatimizni tortadigan darajada o'zgarishlik ahvoli bor shekilde. Biz o'zgarishchanlik yani. Biz o'qigan grammatikaga tushmaydigan shakldagilik. Bu ne demek desa, bizga bayatın degandek, zat isming kim olsun? Köçken dinden qaysı olsun? Oturup koygan yeni dinden qaysı olsun? Kuyuvatkan neziriyen qaysı olsun? Peygamber Aleyhisselam ekeldimi? Tamam, onun ilgili dillarının hemmesi bitti. Yani tügüdü. O dillar hesap bulmaydı Allah'ın nezirde de şunu ilan kılmakçı. Bu şu maksat yani. Yani bu yerde bu sabiun ne? Aldığı ekilip peş okup mında kılışı normal gramatiki boyunca zor okumay bizning quloqlarimizning kuchli darajada tortish uchun to'xtab turadi. Bu nimaga? Bu kimlar bu deydigan bir uqumni. Kimlar degandan keyin bularning ma'nosi o'tirg'i chiqadi. Kimlarni o'z ichiga oldiganligi o'tirg'i chiqadi. Bu masala yani. Alloh subhanahu va taolo oyatning o'zida iymonga iman amalga davom etib man amana billahi val yawmil akhir va amila salihan davomliq iymon amal birisiga bog'lanib atbilib keladi. Çünkü iman emelden bir yere gelmese onun ahmiyeti yok, hiç faydası yok. Allah subhanahu wa ta'ala imanın hayat hareketiga kontrol qilishni xohlaydi. Ben iman ettim degan gap mening hayotim, turmushim ma'lum darajada imanning ta'siriga uchrashi kerak yani. İman mening hayotimni bir shaklga, bir uslubga akilishi kerak. Mening yaşam tarzim, yani yaşam uslubim imanning talab qilgan shaklda yasılışı gerek, lahiliniş gerek. Mana bu iman. Benim hayatım yaxşı əməllə ölen tuluş gerek. Mana bu iman. Noğandan keyin her qandaq mu'minni yaxşı əməlge buyuruydu. Muşu yaxşı əməl qılğan mu'min andan keyin bulağı dünyadımı qo'rqinch va oxiratdimi bearam bo'lmaydi. Mana bu bizning bugungi darsimizning mazmuni. Bugungi darsimiz bu yerda to'xtaydi va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.